Ey, ağın vakti. Kalva Mekke. Mekke dağıtımı. Mekke. Mekke. Mekke dağıtımı Mekke. Ma yuqırdan kelgan başlıq bilan muxbirga seni yenidan beygan aile deb tonuşturup favqulodda ma uyinga nuqtalik holda ip keldi. Nima Allah savol sorsa, taq-tuqi javob berib yursa, O'zingiz o'rgatgan paytda bu shatutga o'xshashda yodlab berdim-ku. O'rgatgan paytda dedim-ku davatdinni. O'smi ketadi, qosh qoladi. Suv ketib, tosh qoladi. Avla ketadi. Mayada yana sen bilan men qolib ajma. Ya men nima gunoh o'tkazdim bir danga nima gunoh? Boşarak yap, boşarak. Allah anlap qalmısın. Allah iğildiki qo'y qallarini ko'ryapti. Boşarak yapdın. Ya o yığıldık koy bile kalım. Benim olmasa beka sen bugün beygan dikan dep onun oydun kala, bunun oydun koy, onun oydun televizör, bunun oydun gilemden çıkıp kiyimlerimle mi yengiçlep koydunuz? Akşam onu tekrar tükendik yani bunu saldırıp hemen neyse apırıp dersiz cayga. Elbet şunda oldu. Elbet şunda oldu. Ben bu nefslerinin hemmisini benim öyümden, o ailden, ma ailden ara yığıp terip ekegen tursam. Kızık. Ya nemi günah ötkazın demedim ki vakırıp cakırıp gidiyorken siz. Boşarak yap kıl. Ben sana ne çıkıttım deyme. Ma sınaftın, ma ötkeldin bir ötü olaylı. Ötü olaylı. Eğer ma ötkeldin ötkice işini buzurduğun bulsam. İşte buzurduğun bulsam nemi kalmak çedin ha? İşte buzurduğun bulsam tumuşkumga. Tumuşkumga nemi kalmak çe? Nemi kalmak tumuşkumga? Tumuşkumga bir nesi yapmışıp kaptı. Geldiniz mi? Başlık bilan qolganlar qani? Hozir bir jiddiy telefon ketgan. Ular bu yerdagi ishlarni menga topilib qo'yib, ular qaytib ketdi. Sizdan bir necha savol so'rasam bo'lamdi? Mendan mi? Banda. Bo'ladi. So'raver. Siz qachondan buyon qo'y kala bog'lash bilan shug'ullanyapsiz? Siz qachondan buyon qo'y kala bog'lash bilan shug'ullanyapsiz deyman. Bugünden başlap. O bugünden başlap qo'y kallarimni texmi avutiman demoqchi. O siz savol so'rsangiz, sen jiddilashib qelyapti. Hozir sizning qancha tuyoq qo'yingiz bor? Mening hozir nechta tuyoq qo'yam bor? 29 ga. Neydi 29? Ayşemxonning uyidan avval 5. Ayşemxonning uyidan 5 taqa samanga chiqqan kuni 28'de. Hepsi bir qo'yin tug'di. Shuning 29 manda. Unutib qolgan o'xshaysa, unutib qolsa, Nima bo'ldingiz? Tutib qoldi. Hozir sizning qanchalik mablag'ingiz bor? Nima deysiz? Hozir sizning qanchalik mablag'ingiz bor deyman. Qanchalik puling bor deyapti. Hozirmi? Hammasimi? Shu uydagini qo'shganda yanchiqimdagilar 40 ko'y chiqarmiki? Çak. Onun puli bankada, kağıda. Pulacak bunun. Yanchiqimga pul solib qo'yganman. Kimdi? Navodikilar yili men yana kelsam, ig'lingizdagi qo'y kallalarni shu piti ko'ralamdim. Ya birini mi göremeyiz? Nima birini ko'ramayman? Ya o qo'y bilan kalning hammasini kent Ben başlari haq chiqirib degandim. Haq chiqirib degan. Shunda qo'ydaymi? Haq chiqirib degan. Shundaqmi? Kalalaringizni ustida o'zingiz ishlayapsiz yoki setyapsiz? Qas qoldi, su chiqdi. Çak qilyapti. O sen o'diqib qoldi. Bunun kallarının hammasi erkak, hammasi buqa. Ma gapni oyliq emchik sanglab qolganmi buqima? Iliqi mozay kalı tuqqan chaqda. Ya, astag'firullah. Iliqi kalı tuqib mozini bir ay emitib qolmamki o'lib qoldi degandim-ku. Bu gaz qacha o'lib unas. Talashmanglar. Sizdan yana bir narsani so'rab boqay. Sizning uyingizning boshqa tomlari o'rilib ketayli deb qopti. Lekin men yo'l tarafga qaraydigan birla temingiz pishiqishdan selinibdi. Bu zada nima uchun? Sizning boshqa tomlaringiz o'rilib ketayli deb qopti. Lekin yo'l tarafga qaraydigan birla temingiz pishiqishdan selinibdi. Bu zada nima uchun? Bu bizning o'yining yetavrash chidamliq yeri. Sizlar
Sizlarning bu yerda yer tevrisi yo'l tarafga qaraydigan tam tevramda. Bizning bu yerda shu yo'l tarafı tam taraf tevraydi biz tam. Tamam, jim. Osmondagi ba'zi yerlarda yuqorini aldab, tövenni besib, ko'z bo'yamchilik qilib, saxta ko'rinishlarni yasab, o'y-o'ydan nas keraklarni, qo'y kallalarni yo'tkab akilib, saxtalik qildigan ishlar nihoyat og'ir ekan. Sizlarning bu yerda unday ishlar yo'qdi-a? Yo'q. Qanday bildingiz? Bizning o'yidagi qo'y kala, televizor gilamlarning hammasi haqning o'yidin akamlar. Bu yerda men bilan birga kelgan boyqi boshliq nihoyat keskin odam. Keskin. Biz bu yerdan bu yerga kelguncha yuqorini aldab, tövenni besib, saxtalik qilgan, aldamchilik qilgan kadrdan 3 nafar kadrning huquqini biroqla ap tashlab, Ajab sudan. ularga qattiq chora ko'rdi. Har qanday ish bizning boshliqning ko'zidan qochib qutlanmaydi. Shunda qochib qutlanmaydi. Ügetken. Kalsın değil mi? Dem. Bizim kent başlığımız. Doğru mu? Bizim kent başlığımız. Bizim kentin kent başlığı. Bu bombagan bolsa bizim kent başlığı bombaydı. Bizning kent başlığımız intayin yaxshi adam. O intayin samimiy adam. O bizning bak halimizga yetadi. Bizni japa tatib qolmasin deb, bizning yerlarimizning hammasi o'z egallab olib, bizning azaytib o'zning yerlarini kengaytirib oldi. Bizning kent başlığımız her qanday ishda bizga boshlamchi bo'ldi. Shu kentimizda o'z yolg'iz 5-6 yerga turarli uy joy salib oldi. Lekin men shuncha jafodan tushsam bir men turarli uy joy sap boqmadim. Shuncha menga adamimiz. Bu qarang boshqaga baq bir deb qo'ygan bizning kent başlığını o'stirib qo'ysin nima? Bo'ldimi o'stirsin deb qo'ydim. Endi o o'sasiz. O'siz. Hayras. Hayatın boshliq meni siz bu yerda qilib 2 yil turmushi guning dedi. Menga kanatdan bir yerda qajirtib bergan bo'lsangiz, men chiqib nas keraklarimni yig'ishtirib olgan bo'lsam. Ma'qul. Hayras, men sizning uyingizdagi nas keraklaringizni, qo'y kalalaringizning to'liq sonini elib oldim. Men 2 yil bu yerda turish jarayonida sizning uyingizni nuqtaliq holda ziyorat qilaman. Sizning uyingizdagi nas keraklaringizni avtishqi bo'ladi. Lekin bir simi kamlab ketishga hargiz bo'lmaydi. Yana ekelaysizmi? U yana har qanday qiyinchilik bo'lsa meni bevosita izlanglar deb bu telefon nomerini sizga qoldirib ketdi. U yana sizning qo'y kalalaringizni qo'tanda bodab baqsin, taqqa chiqaritishga hargiz bo'lmaydi deb alayda topildi. Mening yotiqimni, Yotiqingizni men o'rlashtiray. Siz bu yerga qilib yaxshi bo'ldi. Yuqoridan kelgan boshliq bilan muxbir hamma ishlarimni sezib qolgan o'xshaydi. Qandaymi qilaman? Orzularim yo'q chiqadigan bo'ldi. Hammasi shu o'zingiz o'ylab topgan ish. O'shiqdan ding yomon saqchidan minbang deb. Siz yuqorini boshliqni olga olayman deb o'ylaganmi? Og'zing jumgina. O'taqa yana bir 2 yil turman davatidi. Yezi boshliqlarga o'sib bo'pti menda. Hem töven qarab o'ssiz. Og'zing jum. Eli qo'y kala televizor ma ko'ylak bir narsani hozir olib o'tamdim yoki Nemini? Ne gapirsa? Ey, u narsalarni olib bersak, boshliq kelib surishsa, men nima deb javob beraman? Uni ustiga men muxbir degan naynab, hamma narsani surat qilib xotirlab olgan tursa, hammasini sen buzding. Mening rizqimni to'p chechib, mening ishim tugashdi deding. Men sening tutqo'lingni chiqib aytmayman bo'lsam, boshqa deyman. Estağfurullah. Oldan bo'ldi toza. Qilni pul ko'rsatib, eski tomoqni shir ko'rsatib yurgandiga to'ying endi. Og'zingni yeni beka. Boshqa deyman.
Estağfurullah, estağfurullah. Yana qiling ha. Xuddi kishisiz, yana qiling ha. Endi bu to'yasiz, endi bizni bo'za qilmaydigansiz. Hey, az gap qil, bir odam qochgan demaydi, eli beka og'zingni shishtivik.